agar nimanidir noto'g'ri qilayotgan bo'lsam, nimaligini balki o'zing aytarsan-a? Axir hamma ishni qilib ko'rdim, lekin baribir meni hech kim ko'rmayapti. Bu yerga meni o'zing yubording. Aqalli nima uchun bu yerdaligimni aytsang bo'lardi-ku. Dunyo hali ham chirigan odamlarga to'la, kendiga to'lib ketdi. Hammang bir tiyinga emas. O'zini butunlay senga bag'ishli oymosini yuvib berish kerak. Kimdir ularni Sendan biror foyda bormi? Quroling bormi? Yo'q shekilli. Senga ishonmayman. Hech qisi yo'q. Asosiysi o'zingga ishon. Nima? Esi joyidami buni? Yumshoq kiyimim bilan ikki do'stim bor. Yana nimani ham orzu qilish mumkin? Bunga sehr kerak emas. Meni oxirgi jonim qoldi. Men qo'rqib ketyapman. Senga shu hayot kerak bo'lsa, Rahmat, Pelkado. menga qara. Atigi bitta hayotim bor, lekin sen va Mushkoy bilan u ajoyib o'tyapti. Balki bitta hayotning o'zi yetib. O'limingni bo'yningga olgandirsan, ammo men qochishni rejalashtiryapman. Tavakkal qilish kerak. Shunda yo yutadi, yo aksi bo'ladi. Qonsiz jang bo'lmaydi hisob. Kelmas bir kun bu qo'rquvni yengishga to'g'ri keladi. Eng muhimi nimani istayotganingni bilish va olg'a yurish. Doim biror chorasi bo'ladi. Men muammolardan qochmayman. Ularni hal qilaman. Nolishdan foyda yo'q. Tavakkal qilish kerak. Ana shunaqa. Yo'lni tanlaysan va ortingga qaramay olg'a yurasan. Erkaklar go'zallik uchun emas, kuch uchun yaratilgan. Chiroyli yuz nigohlardan jalb qilishi mumkin, ammo faqat kuch bo'ysunishni ta'minlaydi. Go'zallik vaqt o'tishi bilan so'nadi, ammo kuch intizom orqali ortadi. Dunyo erkaklarni tashqi ko'rinish uchun emas, balki qanchalik chilagani, nimalarni zabt etgani va boshqalar qulagan paytda qanchalik sobit turgani uchun eslaydi. Zaif erkak qanchalik kelishgan bo'lmasin, singan bezak kabi chetga so'riladi. Ishonch deysanmi? Har doim shunaqa bo'ladi. Kimdir kelib senga ishonchdan og'iz ko'pirtiradi, sen gapiga ishonasan. Keyin ortingga o'girilib qarasang, u yoqda boshqa odam peshonangga qurol o'qtalib turgan bo'ladi. Ko'pchilik meni hech qachon hech narsaga erisha olmaydi deb hisoblaydi. To'g'risini aytsam, ularning fikrini o'zgartirish uchun hech narsa qilmadim. I don't miss, I let off 2 shots, I hit them in this shit, not body quick. What you finna do, cause this gon' make the news, gotta make your move. Told that bitch get in, cause she looking confused, I broke the rule. Cause this bitch a witness, plus I just popped dude, but she ain't crying. And this hoe is smiling, plus this bitch look cute, so we slide out. Bu harakatlarning sababini balki aytarsan. Bu ozodlik torimi, balki olamning o'zidir. Yoki muhabbat uchun kurashyapsanmi? Bekor gapjanob Anderson, hammasi uydirma. Bu ojiz insoniyatning bema'ni nazariyasi. U doim bema'ni va mantiqsiz mavjudligini oqlamoqchi bo'ladi. Ammo bularning hammasi xuddi matrisaga o'xshab sun'iy, faqat insongina muhabbat degan zerikarli va ma'nosiz tushunchani o'ylab topishi mumkin. Menga xavf tahdid sol, meni o'zim xavfman. Eshikni ochaman-u, meni o'ldirib ketishadi deb o'ylaysanmi? Yo'q, o'zim eshikni taqillataman. Men xato qilmayman. Men sizdek oddiy odam emasman. Odamlarni faqat yomon tomonini ko'raman. Deyarli hammani yomon ko'raman. Nafratim yillar davomida to'plangan, tomchilab paydo bo'lgan. Hech kimni ko'rmaslik uchun ko'p bir topmoqchiman.